U keladi deb aytgandim-ku. Shoshma. Sen olishing mumkin. Hech bo'lmasa ismingni ayt. Meni kim ekanligimni niqob ostida kim ekanligi emas, balki qilayotgan ishlarim bildiradi. Bryus? Yo'q. Qo'ysangchi, sen chindan Bryussan. Nima? Yo'q, unday emas. Xo'sh, hozir sen menga aytgan gaping, men buni 3 kun oldin Bryusga aytdim va boshqa hech kimga aytmadim. Bu seni Bryus ekanligingni anglatadi. Aqldan ozdingmi? Qanday qilib men Bruce Wayne bo'lishim mumkin? Ko'rdingmi? Men uni familiyasini aytmagandim, shunchaki Bryus degandim. Men Bruce Wayne'ni bankda ko'rgandim va u menga suhbatingiz haqida gapirib berdi. Tanishmisizlar? Ha. Bruce Wayne juda ham zo'r yigit. Rostdanmi? U bilan ko'rishishing kerak. U juma kuni bo'sh. Daus xonim, ahvolingiz yaxshimi? Komissar, bunga ishonmaysiz. Nima, Bruce Wayne Batmanligami? Nima? Qo'ysangizchi. Nima, buni bilasizmi? Ha, bu axir juda aniq. Bir necha yil yo'qoladi va qaytib keladi va bunday ajoyib holatda. Bu mutlaqo mantiqiy, chunki bir paytlar bolaligimizda men unga ko'rshapalak hujum qilganini ko'rgan. U meni bir marta Batmobile'da olib ketgan edi va qo'l ostida soati chiqib turardi. Unga Bruce Wayne deb yozilgan. Bu shaxsiy. Kecha Batman menga periskop berdi va unga Wayne Enterprises deb yozilgan edi. Bu yana nimasi? Bu hamma narsani hal qiladi. Sizning orqangizda Bruce Wayne turibdi. Qaranglar va bu paranoyani tinchlantiramiz. Orqamizdami? Yaxshi. Xo'sh, uni ko'rmayapman. Hozir orqaga qarayman. Qaramang. Bir soniya. Bo'lganingda menga aytarsan. Mana endi qarayveringlar. Salom, Rachel, komissar Gordon, bilasizlarmi? Men hozirgina havo kemasida suv chang'i suchayotgan edim. Menga o'xshagan muammosiz milliarderlar qiladigan har doimgi ko'zingdagi bo'yoq turibdi. Yo'q, bu haligi aslida meni yuzimga urishgan edi. Va ular negr edi. Men jinoyatga qarshi kurashdim. Yo'q, bunday emas. Xo'sh, shunchaki Rachel, meni bolalikdagi do'stim hamda Gordon. Shunday emasmi? Chunki biz avval uchrashmaganmiz. Men Batman emasman. Men Bruce Wayne'man. Shaharga qo'rquv gazi sepilgan va sen bu yerga shunchaki Batman emasligingni aytish uchun keldingmi? Bu ajoyib. Bu mukammal tarzda va buni kim tasdiqlashi mumkinligini bilasizlarmi? Ha, to'g'ri. U mana o'sha yerda, orqangizda Batman turibdi. Bruce Wayne haq bolalar, u Batman emas. Noto'g'ri ovoz. Meni xatoyim. Sizlarga buni isbotlash uchun nima qilishim kerakligini bilmayman. Smoking. Janursan, bu plyajni kiyib olganim uchun ikkalamiz bir xil odam deb o'ylashingiz mumkin, lekin mana qaranglar, biz ikkita butunlay alohida odammiz. Salom Batman. Ahvoli qalay? Ha. Ahvoli qalay Batman? Hammasi yaxshi. Men kunimni Bruce Wayne emas, Batman bo'lib o'tkazaman. Xo'sh. Bunga ishonchim komil. Agar bitta odam bo'lsak, shunday qila olamanmi? Batman, kuning qanday o'tdi? Juda yaxshi. Men bugun kunda Jackal va keyin esa men Clayface. Tanol, sen Batmansan. Bilasizlarmi, Batman aslida kim ekanligi haqida biz butun kuni bo'yi gaplashishimiz mumkin. Lekin menimcha, haqiqatga tik qarash vaqti keldi. Batman aslida yarim odam, yarim ko'rshapalak, hatto uni o'zligi ham yo'q. Batman bu qo'lqopni menga berdi. Chunki tanishsizlar. Ha, to'g'ri. U ajoyib yigit. U uchrashishimiz kerakligini aytdi.